Amerika hukumatining 13-sentyabrdagi yig'inida Xitoy bilan Rossiyaning aslidarligidagi Yingshan Torpan texnik shirkati Janubiy Koreyaning yadro quroli bilan raketa ishlab chiqarish planining taraqqi qilishiga yordam qilganligi uchun jazo berishini qaror qildi. Yig'in davomida Amerika parlamenti Xitoylarning Uyg'urlarga elib berayotgan zulmlarga qarshi jazo qo'llanganligini ta'kidladi. Ammo qanday shaklda jazolaydiganligini aytmadi. Xitoy kommunistlari atalmış terrorizmga qarshi nom bilan 1 milliondan ortiq tarbiyalash markazida tutqilangan musulmonlarni qo'yib berishni iltimos qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga nomussizlarcha biz musulmonlarga hech qanday zulm qilmadik. Bizning tarbiyalash markazimiz faqat radikal musulmonlarga qarshi ta'lim tarbiya berishdan boshqa narsa emas deb jo'yilib, o'zini yana bir qatim oqlashga urindi. Ak Partiya İstanbul Millet Vekili Mustafa Yener Oğlu Birleşken Devletler İnsani Hukukunu Kuzatish Teşkilatı ve Xalqarалық yig'inida Jungoning Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonidagi musulmonlarga elib berayotgan asabiy zulmlarni to'xtatish uchun tadbir qo'llanishga chaqirdi. Zimiston qish jurnalining 12-sentyabr e'lon qilgan xabariga asoslanganda, Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining aholilarni tekshirib ratlash harakatida Shubbalning dadasi bo'lgan Odil ismli bir yoshning uyidan og'inisidan oriyat olgan bir qattiq detalning ichidan namoz qilishni o'rgatadigan video tepildi degan batnom bilan Xitoy soqchilari tomonidan tutqilinib, diniy asabiylik degan jinoyat bilan 10 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Xitoy hukumati xristianlarga zulm qilishni davomlashtirmoqda. Musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'onni ko'ydirib, masjidlarni cheqib bo'lgandan keyin xristianlarning muqaddas kitobi Injilni ko'ydirib, simvoli bo'lgan kirislarni cheqib sundirganligi aniqlangan. Musulmonlar qilgan zulmlarni bu qitim xristianlarga o'qishni elib borgan bo'lib, xristianlar Xitoyning qilgan diniy besimlarga xristian dindan chiqib, Xitoy kommunist ideyasini qabul qilishga majbur qolganligi oshkor bo'ldi.